Bizga geometrik progressiya berilgan bo'lib, u quyidagi ko'rinishda aniqlangan bo'lsin. Progressiyaning birinchi hadi 1 ga, umumiy mahraji esa 1/2 ga teng bo'lsin. U holda keling biz progressiyaning keyingi hadlarini aniqlaymiz. 1 ga 1/2 ni ko'paytirganimizda 1/2 ning o'zi hosil bo'ladi. 1/2 1/2 ga 1/2 ni ko'paytirganimizda 1/4 hosil bo'ladi. 1/4 ga 1/2 ni ko'paytirganimizda bu 1/8 ga teng bo'lib, progressiyaning keyingi hadlari shu ko'rinishda cheksiz davom etadi. Mana biz hadlari cheksiz bo'lgan geometrik progressiyani aniqlab oldik. Endi keling biz ushbu geometrik progressiyaning umumiy hadi formulasini yozib olamiz. Xo'sh, bu teng bo'ladi n teng 1 dan cheksizlikkacha. Bunda e'tibor bering. n teng bo'ladi. Birinchi hadimizning qiymati bu 1 ga teng. 1 ko'paytirilgan. Umumiy mahrajimizning qiymati bu 1/2 ga teng. Demak, 1/2 ning n-1 darajasiga teng bo'ladi. Keling biz buni tekshirib ko'ramiz. Birinchi hadimiz bu 1/2 ning 0 darajasiga teng. 1/2 ning 0 darajasiga teng. 1/2 esa bu 1/2 ning 1 darajasiga teng. 1/2 ning 1 darajasiga teng. Uchinchi hadimiz 1/4 esa bu 1/2 ning 2 darajasiga teng. 1/2 ning 2 darajasiga teng. Endi e'tibor bering. Ushbu progressiyamizning uchinchi hadi bu 1/2 ning 2 darajasiga, ikkinchi hadimiz 1/2 ning 1 darajasiga, birinchi hadimiz esa 1/2 ning 0 darajasiga teng ekanligidan xulosa qilishimiz mumkinki, n'inchi hadimiz bu 1/2 ning n-1 darajasiga teng bo'ladi. Endi keling biz ushbu geometrik progressiyaning hadlar yig'indisini yozib olamiz. Xo'sh, birinchi hadimiz bu 1 plus ikkinchi hadimiz bu 1/2 plus uchinchi hadimiz bu 1/4 plus keyingi hadimiz, ya'ni 4-hadimiz bu 1/8 plus va hokazo cheksiz davom etadi. Ushbu cheksiz yig'indi bizda geometrik qator deyiladi. Keling buni ham yozib qo'yamiz. Geometrik qator deyiladi. Keling buni biz qisqa ko'rinishda yozib olamiz, ya'ni sigma yig'indi orqali belgilab olamiz. Bu teng bo'ladi sigma n teng 1 dan cheksizlikkacha davom etadi. Ushbu joyga esa biz hadimizni yozamiz, ya'ni umumiy hadi formulasini yozib olamiz. Umumiy hadi formulasi bizda 1/2 ning n-1 darajasiga teng. Demak, 1/2 ning n-1 darajasi. Keling biz tekshirib ko'ramiz. N ning o'rniga 1 ni qo'yganimizda 1/2 ning 0 darajasiga teng bo'lib, bu 1 ga teng. Haqiqatan ham birinchi hadimiz 1 ga teng. N ning o'rniga 2 ni qo'yganimizda 1/2 ning 1 darajasiga teng bo'lib, bu haqiqatan ham ketma-ketligimizning, ya'ni yig'indimizning ikkinchi hadiga teng. Va keyingi hadlarimiz ham xuddi shu ko'rinishda cheksiz davom etadi. Biz ushbu videoda geometrik progressiya va geometrik qatorlarning farqlarini ko'rib, ularning belgilanishini bilib oldik. Keyingi videomizda biz chekli hadli geometrik progressiyaning hadlari yig'indisini topishni o'rganamiz.